eng zo'r maqsadlarga erishtiruvchi texnikam bilan bo'lishimni istaysizmi? Unda yaqinroq keling. Azizlarim, assalomu alaykum. Demak, bu texnikani har kuni bajarishingiz kerak. Maqsad yozishni o'ziga yarasha qonun qoidasi bor bu texnikada. Qarang, qanaqa boshlanadi. Menga bu yerga qaysi yilda erishmoqchi bo'lsangiz, o'sha yilni yozasiz va qanaqa maqsadingiz bo'lsa, menga 2025-yil Samsung S25 telefon sovg'a qildim va bundan minnatdorman deb yozasiz. Ikkinchisiga menga 2025-yil misol qancha daromad qilmoqchi bo'lsangiz o'sha yilda o'sha daromad summangizni sovg'a qildim va bundan men minnatdorman deb yozasiz. Xuddi shunaqa 10 ta yozishingiz kerak har kuni, bir kun ham qoldirmasdan. Va e'tibor bering, maqsad yozayotganda o'zimga degan so'zni ishlatmaymiz. Men o'zimga degan so'z bilan boshlamaymiz. E'tibor berasiz, menga deb boshlaganman. Va yil, oy, kunni aniq qilib yozsangiz bo'ladi. Misol 2027 mart oyi 17-chislo, xuddi shunaqa. Va har kuni ertalab yozasiz. Bu yozgan varog'ingizni unutasiz, yozganligingizni unutasiz. Ikkinchi kuni yangi varoq ochasiz va o'sha vaqtda, o'sha momentda miyangizga qanaqa orzu maqsadlar kelsa, o'sha orzu maqsadlarni ikkinchi kuni ertalab yozasiz. Ikkinchi kuni ham yozganingizni unutasiz va yangi sahifa ochasiz va yangi sahifaga o'sha kuni, o'sha momentda kelgan 10 ta maqsadingizni xuddi shu tartibda yozasiz. Demak, menga deb boshlaysiz. Yili, vaqti, oy, kun, sana aniq bo'lishi kerak. Nima sovg'a qilmoqchiligingizni yozasiz va bundan minnatdor ekanligingizni yozasiz. Bu juda ham super ishlaydi. Bittaga bitta ishlaydigan maqsad yozish texnikasi, azizlarim. Meni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Telegram kanalimda har kuni bepul vebinarlar, har xil mavzuda, har xil maqsad, orzularni amalga oshiruvchi va undan tashqari kunlik pul texnikalarini ham joylab boraman. Sarflagan pullaringiz o'zingizga 10 barobar bo'lib qaytib kelishini xohlasangiz, albatta buni har doim chek olganingizda bajarib qo'yishni unutmang. Cheklaringizni yig'asiz. Misol bir kunlik, bir haftalik ahamiyatsiz yoki sarflaganingizdan, magazindan, do'kondan xaridni amalga oshirganingizdan chekni uyga olib kelganingizdan shunday deb yozasiz. To'lov uchun minnatdorman. Lahza ichida 10 barobar bo'lib qaytib kelishi oson, 5 marotaba oson deb yozasiz. Ishga tushirilsin. Ha, shunday bo'lsin, ilohim shunday bo'lsa 27 ga 108 marta. Hamma cheklaringizga shunaqa deb yozib chiqasiz va bu cheklarni hammasini yoqishdan avval minnatdorman va baxtliman to'lov uchun 10 barobar bo'lib qaytib kelsin deysiz. Azizlarim, bundan ham ko'p amaliyotlar bizning Telegram kanalimizda mavjud. Telegram kanalimizning linkini esa opissiyasiyadan topishingiz mumkin. Azizlarim, bu mijozimiz Yosin surasi texnikasidan foydalanib hayotida 100 million so'm qarzdorligidan xalos bo'ldilar. Yana bu ham bo'lsa mo'jizakor tarzda, o'zlari ham bilmaydilar kim ularni qarzini yopib berganligini. Hayotimga shunaqa inson kirib keldi va men bilmayman kim ekanligini, qarzdorlikdan xalos bo'ldim deb natijalari bilan bo'lishdilar. Yosin surasi texnikasi YouTube, Instagram, Telegram kanalimda bepul tarzda joylangan. Telegram kanalimga a'zo bo'ling va media qismidan bu texnikaga ega bo'lasiz. Va bu texnikani xohlagan maqsadingiz uchun foydalanishingiz mumkin. Sizni ham xuddi shunday baraka yo'llaringiz ochilsin.